Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia qiziquvchilari. Bugungi videomizda yana Pavlonia haqida gaplashamiz. Ya'niki Pavlonia nixonlarimizda FT, M1, Shanton nixonlarimiz tayyor bo'lgan. Hozir ko'rib turgan nixonlaringiz FT navli nixonlar. Bularni o'tkazishga, yerga o'tkazishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ya'niki hozir o'tkazamiz. Bunisi esa M1 navi. Ya'niki bundan keyingisi esa Shanton navini o'z ko'rasiz. Deyarli hammasi bargi bilan farq qiladi. Ya'niki sorti boshqa, Shanton boshqa, FT boshqa, M1 boshqa. Hozir mana bu joyga hozir bundan keyingi videolarda ko'rib borasiz qanday ekilganini. Ya'niki FT, Shanton, M1 navlarini xudo xolasa ekamiz va ko'ramiz qaysi biri zo'r va sizlarga ko'rsatamiz.